Mana bu ratankachilarni bolishlari bo'ladi. Ratankachilarda mana shunday uzun togli tagida maza qilib damda olaman yoki hoji onaga, hoji otaga olib beraman deganlarga qaranglar. Ratankachilarni bog'iga birinchi qo'l oilaviy ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, akalarimiz aksiya qilib xalq maza qilsin deb narxni sindirib tashabdi. Mana shu ko'rib turgan 2 kishilik kachilaring 200 kilodan 250 kilogacha odamni ko'tarar ekan, narxi 1.800.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qilib tashabdi. Namangan, Farg'ona, Andijon bo'ylab dastavka ichida 1.800.000 so'mga. Xuddi shuni bir kishilikka keladigan bo'lsak, ya'ni bitta odamlikka keladigan bo'lsak, 1.600.000, u ham 1.600.000 ichida vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Toshkentga, vohaga kelishilgan holda. Qadrdonlar, ko'ryapsizlar, juda ham sifatli bo'ladi. Turbalari, stenkalari baquvvat va kraskalari o'chmaydigan, ko'chmaydigan kraskalarni. Akalarimiz optim olaman degan akalarga ham xizmat ko'rsatilaveradi. Magazinchi yoki tirikchilikka sotaman degan akalarga ham 20 komplekt zakaz qiladigan bo'lsangiz, uzog'i 5 kunda tayyor qilib berishar ekan. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Salloh qishlog'idan bo'lib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.